Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan elektr va magnitlarning bir-biri bilan bog'liqligini o'rganamiz. Daniyalik fizik Ersted bir necha asr oldin elektr maydon bilan magnit maydonning bir-biri bilan bog'liqligini o'rgangan. Mana hozirgi kunda elektr maydon va magnit maydon yordamida bir-birini hosil qilishga o'rganilyapti. Mana bu qurilmamiz magnit yordamida elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Uning shartlari bor. Mana magnit maydonimiz berk bo'lishi kerak. Ana ikkita magnit bo'ladiganimizda mana ustiga qo'yamiz. Bu berk bo'ladi va biz unda harakatlantirsak, magnit maydon ichidagi g'altakni harakatlantirsak, bu yerda tok hosil bo'ladi. Ana ko'ryapsizlar, o'zgaruvchan tok hosil bo'ladi. Demak, magnit maydon yordamida hosil qilyapmiz. Orqaga aylantirsak ham o'sha tok hosil bo'ladi. Tok yordamida magnit hosil qilishni o'rganamiz. Uning uchun bizga temir o'zak va temir o'zakka o'ralgan sim kerak bo'ladi. Demak, bu simimiz g'altak ko'rinishda bo'ladi, bu solenoid deyiladi. Bu ikkita uchiga biz kuchlanish manbaini ulaydigan, tok manbaini ulaydigan bo'lsak, bundan tok o'tayotganda uning ichida magnit maydon yuzaga keladi. O'sha magnit maydon bizda magnit hassasini bajarib beradi. Biz hozir elektr maydon yordamida magnit maydon hosil qildik va magnit hassasini amalga oshirdik.